Rossiyalik futbol jurnalisti Husanov talantli futbolchi emas. Rossiyalik jurnalist va ekspert Vladimir Mantsev O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City futbolchisi Abduqodir Husanovga fikr bildirib o'tdi. Uning fikrlarini eshitishdan oldin like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Meni diqqat bilan eshitinglar. U rostdan ham azartli himoyachi, lekin ayni vaqtda Manchester Cityda o'ynash darajasida emas. U Lansda qanaqadir kichkina muvaffaqiyatga erishdi. Manchester Cityga ko'chib o'tganda bu yerdagi bosim boshqacha darajada ekanligini his qildi. Gvardiola uni markaziy himoyada sinab ko'rdi va yetarli darajada sifat yetmaganligi uchun qanotda ham sinab ko'rdi. Ko'rdingiz. Qanotda hujum kreativligi yetishmaganligi uchun qanotda ham yaxshi o'yna olmadi. Shubhasiz, u juda ham tezkor futbolchi. Vinicius Juniorni qanaqa qilib ortda qoldirganligini hammamiz bilamiz. Lekin unga Manchester Cityda o'ynash uchun futbol IQ'si yetishmaydi. Bilasiz, APLda juda ham aqlli futbolchilar to'p tepishadi va ularga qarshi yana Manchester Cityda o'ynashing uchun sen futbolni yaxshi tushunishing kerak. To'g'risini aytaman, meni Husanovga qo'yadigan bahoyim o'rtacha futbolchi yoki talantsiz futbolchi menimcha. Mening bir o'zbekistonlik do'stim bor. Uning aytishicha, agar siz Husanovni yaxshi futbolchi emas desangiz, hamma o'zbekistonliklar sizni o'ldirishga ham tayyor bo'lar ekan. Lekin mening fikrimcha baribir Husanov talantsiz futbolchi. O'zini mana bunday ekspert deb bilayotgan Vladimir Mantsev fikrlarini o'zida olib qolsa ham bo'laverardi. Men Abduqodirga ishonaman, hali o'zini ko'rsatib shu rossiyaliklarga ham isbotlab qo'yadi menimcha. Siz esa obuna bo'lishni unutmang.